tajribalar qilibsiz. Rangli plyonkalarni, ko'k plyonka mana ko'rinib turibdi. Tajriba qildik. Xudo xolasa yomon emas tajribamiz natijasi. Oq kilonka ekkanman, qizil kilonka, ko'k kilonka, ochiq maydon ekkanman. Xudo xolasa avjiga qaraganda ko'k kilonka yaxshi. Ham kilonkani mikrometr qanligi yaxshi. Keyin paxtani avji yaxshi. Keyin tayda nam saqlashlari hammasi ham yaxshi. Bu qizil kilonka ham ekkanmiz. Qizil kilonkada sal rangi o'chib qolar ekan, ko'k kilonka o'z holatini yo'qotmas ekan. Juda ham yaxshi. Rixlina qildingizmi bu? Rixlina qildik. 2 marta. Birinchisi soyozroq, keyingisi yanada chuqurroq. Rixlina qildik. Orqama ketdim bunaqa. Qarshi. Qarama-qarshi yurdik. Ochiq maydon keladigan bo'lsak, ochiq maydonda ham ko'raylik. Ochiq maydon kechkiroq bo'lar ekan. 15-20 kun orqaga, lekin ekilishi bir xil vaqtda ekilgan. Bir xil vaqtda ekilgan. Baribir ko'k kilonkani avjizi bor. Biz rozimiz. Keyingi yil Xudo xolasa hammasini 100% ko'k kilonka ekib, chiroyli qilib erta yetishtirib, nobud qilmasdan paxtani vaqtida terib olib, g'allani ham ertaroq ko'chatda olib, g'allani ham ertachi eksangiz 10 sentner yana qo'shiladi. Xudo xolasa, shu niyatdamiz. Yog'ingarchilik qolib ketmaydi. Mana bu yoqda gerbisid sepishsan dalaga. Begona o'tlar qarshi mana ta'sirini ko'ryapsiz. Bu qaysi nav ekilgan? Bu Xitoy 87 nav ekilgan. Kendizov 87 nav ekilgan. Gerbisidga chidamli, yaxshi urug'lari ham sifatli ekan. Xudoga 100% ko'chat oldik. Endi mana rixlina qilibsiz. Endi sajan sepish kerak. Sajan bilan ishlov berib, buni g'ovlatib olmasdan hosilga to'liq o'tkaztirib olishimiz kerak. Sajan Xudo xolasa bugun sepishni boshlaymiz. 5 grammdan 7 grammgacha sepib hosilga o'tirishga yordam beradi Xudo xolasa. Qanday tavsiya kerak bo'lsa, siz tushunmasangiz, mana tumanimiz agromaslahatchilari bor, AKS xodimlari. Bular bilan bemalol hamkorlikda ish olib borsanglar bo'ladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar tushunmagan paytingiz so'ravering. Biz sizga ko'makchi, yordamchi